Shayxontohur tuman Bog'ko'cha mahalla fuqaro yig'ini raisi Mamasharip Nemajon Shokirovichman. Bog'ko'cha mahalla fuqaro yig'inida qatlov boshlangan. Mahalla fuqaro yig'ini bilan kadastr xodimi bilan hamkorlikda ishlarni amalga oshirganmiz. Kadastr xodimlari vaqtida kelib, uyma-uy yurib, kerakli qatlov jarayonlarini amalga oshirib, xalqqa yordam berib, hech qanaqa bizda e'tirozlarimiz yo'q. Aholimiz minnatdor. Bolalar kelib bizada yaxshi muomalali. Keyin o'sha kuni juda bir sovuq kun edi, qo'lida sumkalar bilan ikkita bola kelib qatlovlarni ketishdi. Ko'cha boshiman 30-blokda. Bizning blokda ham hammasini obxod qilib, tushuncha berib ketishdi. Qolgan joylarni qilishni boshlashdi. Bog'ko'chaga bugun kadastr xodimlari kelishdi. Shunaqa savollarimizga javob oldik. Minnatdormiz. Hamma savol javob qilindi. Tushunmaganlarimizni tushuntirib berishdi. Rahmat hamma xodimlariga.